Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana davlat tomonidan qo'yilgan avtobusimiz avtovokzaldan Moskvadan Toshkentga qarab yo'lga chiqib ketmoqda. Akalar, sizlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz, murojaat qilasizlar akalar. Mana aziz vatandoshlarimiz xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapti akalar. Ustrans avtobuslarimiz davlat tomonidan qo'yilgan avtobusimiz mana aka. Akalar, ishonchli raqamlarni qilamiz, bemalol telefon qilaveringlar akalar. Mana akalarimiz xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapti akalar. To'g'rimi aka, nima dedingiz? Yoqdimi aka? Avtovokzaldanmikan? O'zbekiston avtobusimikan aka? Zo'r aka, yoqdimi aka? Vatandoshlarga nima deysiz aka? Kelishaversinmi? Kelishaversin. Gap aka, sog' bo'ling. Mana akalarimiz xudo xolasa yo'lga chiqib ketmoqda mana aka. Akalar, ishonchli raqamlarni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar mana. Akalarim ichki holatlarini ko'rsatib beraman mana akalar. Mana avtobuslarimiz ideal holatda akalar. Konditsioner hammasi bor akalar. Ehtiyot bo'linglar, eshiklar ochiladi. Keyingi bekat Sobir Rahimov deganida mana akalar kelaverasizlar mana. Sog' salomat bo'linglar. Yana bir marta sog' salomat bo'linglar akalar. Adashmanglar akalar, ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yaman. Moskva va O'zbekiston, Toshkent nomerlarini qo'yaman akalar.